Aysonullo 53 guruh talabasi. Elektr mashinalar fanida mustaqil ishimiz. Ya'ni qisqa tutashgan rotorli asynxron dvigatelni Temteng FS momentini sirpanishga bog'liq grafini qurish mavzusini bajardik. Bu laboratoriyamiz mustaqil ishimiz ikki qismga bo'lindi: amaliy qism, nazariy qism. Hozirda amaliy qismlarni hammasini dvigatelda ulab, uchburchak usulda tayyorlab qo'yganmiz. Bu yerdan kerakli nimalarni olamiz, kattaliklarni olamiz, ko'rsatishingiz mumkin. Tak, birinchi liniyamiz ampermetrga kelyapti. Ampermetrdan chiqib turib kosinus figa kelyapti. Kosinus fidan chiqib chuyusdan chiqadi, dvigatelga birinchi liniyasiga keladi. Ikki va uchinchi liniyamiz esa dvigatelga pryamoy shunday keladi. Bu dvigatelimiz uchburchak usulda ulangan. Uchburchak usulda